to'g'ri yo'lda sudralib yursang ham harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Parvozlar chempionlar katta bo'lyaptimi? Katta bo'laversin, zo'r bo'lsin, jonli bo'lsin, kamida chempion bo'lsin birgalikda. Aka-ukalar, bugun Xorazm, Xazarasovga ikkita jo'ja nimamiz bor? Apparatimiz bor. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Mana shu jo'jalarni kuzatib olamiz. Bu yerda 4 ta jo'ja belgilangan. Mana shuni Oybek do'stimiz belgilab yubordi. Ikkitasini o'zing qarab, yaxshidan yubor dedi. Oybek usta, xudo xolasa, urg'onda sindiradiganni ikkita bir xo'roz bilmagan chiqarib yuboraman. Xudo xolasa hammasi cho'tki bo'ladi. Aka-ukalar, bo'lmasam jarayonni kuzatamiz. Men Xorazmga chiqarganda hozir Xazarasovga Urganchdan borda, Urganchdan bor taksilar, Urganchga borib, Urganchga chiqarib yuborishim kerakda. Jarayonlarni kuzatamiz bo'lmasam. Mana aka-ukalar, xudo xolasa yashikka joylab solib qo'ydik. Yashikni yaqindan ichkarisini ko'rsatib bo'lmaydi-da. Hayvonlarga yomon munosabatda degan nimada blokka tushib ketishi mumkin. Yaqindan ko'rsatish imkoniyati yo'q. Xudo xolasa yo'l oldik, chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa yo'l oldik, xudo xolasa